Ekran ovoz. Ekran ovoz. Ekran ovozi yaxshimi? Plyus qoldiringlar. Aha, ko'rinyapti. Xo'p. Xo'p, demak kimdir gapirmoqchi. Xo'p. Bemalol gapirishingiz mumkin, mikrofonni qo'lni ko'targan. Davay, sog' bo'lasiz, gapirmasangiz. Demak, boshladik. Birinchi qoida demak, teng yo'lli uchburchakda balandlik tushirilganda uning balandligi yon tomonlari teng ikki qismga bo'ladi. Demak, bu uchburchakda mediana, balandlik va bisiktir esa bir-biriga teng bo'ladi doimo. Xo'p, mana bu tarafga balandlik tushirdi va teng tomonga bo'ldi. Demak, misollarni ko'rishda boshlaymiz. Demak, ABC uchburchak berilgan. Nima qilamiz? Bitta balandlik tushiramiz. Balandlik bilamiz 90 gradus asosida tushdi. Bu teng yo'li bo'lgani uchun mana bu 10 bo'ldimi? Demak, mana bu ikkita qismga ajraldi. 5, 5. Endi Pifagor usullaridan 13, 5 ning Pifagori mana bu tomonni 12 ligini beradi. Endi nima yozaman? Mana bu tomon umumiysi 16, mana bu tomon 12. Endi x topsam bo'ladi. Demak, x teng deyman. 12 ning kvadrati plus x ning kvadrati teng 16 ning kvadrati. X teng deyman. Xo'p, 144 plus 256. Xo'p, bu ildizosti 400. Ildizosti 400. Bundan bizga 20 ligi kelib chiqadi. Demak, mana bu tomonimiz 20 ga teng ekan. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Keyingisiga ham shu qoidani qo'llaymiz. Bitta balandlik tushiramiz. Balandlik tomonni teng 2 ga bo'ladi. Xo'p, bu taraf 6, mana bu tomon 6. Endi qaraymiz. 16 bo'lsa, mana bu 8 ga teng bo'ladi. 8 ga teng. Xo'p. Bu 30 gradus burchak. Endi yozaman. Balandlik x teng deyman. Xo'p, x teng. Xo'p, mana bu tarafim 6, 8, 10 bo'ldi. X teng. Xo'p, 8 2 ko'paytirilgan, ya'ni 2 ta 6, 2 tomonga bo'lgani uchun 2 ko'paytirilgan 8, ya'ni 2 ta h ga teng bo'ldi. Xo'p, bu yerdan 2 ni 8 ga ko'paytiramiz, bu yerdan x imiz 16 ga tengligi kelib chiqadi. Ya'ni qanday? 30 gradus, bu tomon 6. Mana bu ham 6. Bu 8. Endi mana bu yerda x imiz 2 ta 8 ga teng bo'ladi, ya'ni 2 ta h deymiz. Xo'p, keyingisiga qaraymiz, uchinchisi. Uchinchisiga ham bitta balandlik tushirsak, bu yerda bitta balandlik tushirsak, 90 gradus asosida, xo'p, tushdi balandligimiz. Xo'p, mana bu yer x turibdi, x turibdi. Xo'p, 28 4 20. Xo'p, bu yer 20, mana bu yer nima bo'ladi? X ning kvadrati nimaga teng? 12 ning kvadrati plus 12 ning kvadratiga teng bo'lib qoladi. X imiz. Xo'p, bu 12, mana bu tomon nima bo'ladi? 16. Pifagordan. Endi mana buni hisoblab qo'ysak, x teng chiqadi bu yerdan 12 ildizosti 2. Ya'ni teng yo'li uchburchak bo'lgani uchun. Xo'p, 4-tinchisi. AB tomonimiz 16 ga teng, 18 ga teng bo'lsa, perimetrini toping deb. Mana bu yer AB. Demak, mana bu umumiy 18. 18. Endi qaraymiz. Bu 18 ga teng. Xo'p, mana bu tomon qanday x deb tursak, mana bu yer nima bo'ladi? 18 minus x bo'ladi. Chunki mana 2 ni qo'shgan payti 18 ni berib turibdi. Demak, mana bu ikki tomon teng, mana bu tomon tenglar.
Tenglikda mana bu x ga teng. Mana bu balandlik bo'lib tushganligini bildiradi. Mana bu yoq 6 ekan, o'zi berib turibdi. Yaxshi, demak yozaman. Perimetr ADC, ya'ni hammasining yig'indisi 18 minus x plus 6 plus x ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu. Mana uchburchak, mana bu. Hammasini qo'shib chiqamiz. Plus x ga. Endi x lar qisqaradi. 18 plus 6 bizga 24 ga tengligini beradi. 24. Xo'p. Keyingiga qarasak, xo'p, bu tomon ne topishni so'ragan. Nima qilamiz? Buni davom ettiramiz. Endi davom ettirganimizdan keyin mana bu teng yo'li bo'ladi. Bu 8 5 bo'ldi keyin mana bu tomon 13 bo'ladi. Endi 13 5 mana bu tomon topib qo'ysam bo'ladi. O'zi b ning nomi Pifagor sonidan x ning kvadrati teng keladi menga 13 ning kvadrati minus 5 ning kvadrati. Xo'p, buni topib qo'ysam 169 minus 24 25. Xo'p, bundan 50 osti 144 chiqadi. Buni 50 12 ga teng. Demak, BD tomonimiz 12 ga teng ekan. Xo'p, keyingisi. Xo'p, mana bergan 4 7. Xo'p, bu x. Nima qilamiz? Mana bu yerni bitta alfa deb tursam, mana buni alfa desam. Xo'p, bu tomon nima deyman? Beta deyman. Bu ham alfa. Endi mana bu yer 7, mana bu ham betaga teng bo'lib qolam, beta. Endi qaraymiz. Mana bu ham betaga teng bo'lib qoladi. 3 dagi burchak. Xo'p, mana bu yerdan tushirsak 90 gradus ostida balandlik tushdi. Endi nima qilamiz? Mana bu yer nima bo'ldi? X bo'lsa, uni yozaman. Mana bu yerni x taqsim 2 desam, mana bu yer ham x taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni ikkita qismga ajratdi, ya'ni balandlik ikkita teng qismlarga ajratdi. Endi yozaman. Alfa plus beta netdi bizga? Alfa plus beta 90 gradusga teng. Doimo 90 gradusga teng. Endi yozaman. Mana bu yer 4. X taqsim 2 qo'shilgan 4 nimaga teng? Hop, CF FB ga teng. Hop, FB CF ga teng. Bitta tomon teng. Nimaga teng? 7 ga teng bo'ladi, ya'ni 4 plus 7 minus 4 bo'ladi 3. Ya'ni 7 ga mana bunga teng. Ya'ni mana x taqsim 2 plus 4 7 ga teng. Endi yozaman. X taqsim 2 teng. 7 dan 4 ni ayiramiz 3 ga, x bu yerdan 6 ga tenglik kelib chiqadi. Ya'ni qanday? Mana bu x taqsim 2 bilan 4 ning yig'indisi 7 ga teng bo'lib qoldi uchburchakda. Demak, x'imiz 6 ga teng. Xo'p, keyingisini qaraymiz. Mana bu yerdan bitta davom ettirsak, tushirsak, mana. Xo'p, nima bo'ladi? Mana bu yer ham teng bo'lib qoladi yon tomonga. Xo'p, mana bu yer 25, bu yer 7 ekan. Xo'p, bu tenglikda mana bu yer ham 25 ga kelib chiqadi. 25. Endi mana bu yoqlar teng. Yozaman. Uchburchak BCD. Uchburchak BCD uchun 7 ning kvadrati plus x ning kvadrati nimaga teng bo'ladi? 25 ning kvadratiga. Xo'p, x ni topsam bu yerdan 24 ga tenglik kelib chiqadi. Bu Pifagor soni. Pifagor soni. Demak, birinchi qoida tushunarli bo'ldimi? Birinchi qoida tushunarli bo'ldimi? Yozib qoldiringlar. Birinchi qoida tushunarlimi? Yo, plus qoldiringlar. Birinchi qoida tushunarlimi? Kimdir gapirmoqchi bo'lsa, mikrofonni ochaman, qo'lini ko'tarsin. Tushunmagan bo'lsangiz so'rang, qayta ishlab ko'rsatib beraman. Xo'p. Hech kimga savol yo'q, demak davom etamiz. Ikkinchi qoida, AB tomon AC ga teng, EF EB ga perpendikulyar bo'lsa,
Demak, DASga, demak, x plus y imiz mana bu yerda ajratilgan kesmalar yig'indisi tomonlar uzunligiga teng bo'lar ekan. Xo'p. Mana buni ko'ramiz. Mana bu yerni qandaydir y deb olsam, mana bu yerni x deb olaman. Tushunarli? X deb olaman. Bundan mana bu yer x ga kelib chiqadi. Bu esa parallelogram qoidasi bo'yicha bu y ga teng bo'lib qoladi. Endi menga perimetr nimaga teng? 2 ta x plus y ga teng, ya'ni ikkita tomonning yig'indisi. O'zi menga perimetr necha teng edi? 12 ga teng edi. Demak, x plus y bu yerdan 6 liga kelib chiqadi. Demak, AC tomon 6 ga teng ekan. Keyingisini ko'ramiz. Xo'p. Mana bu yer 2. Mana bu yer 2. Bu yer 2 bo'lsa, mana bu yer ham 2 ga teng bo'lib qoladi. Bu 4 bo'lsa, mana bu 4 ga teng. Demak, mana nima so'rabdi? AB AC ga teng, perimetr AEFD. Ya'ni nima qilaman? Perimetr deyman, 2 ko'paytirilgan 4 plus 2 deyman. Qo'shaman. 6 ko'paytirilgan 2 bu 12 ga teng bo'lib qolar ekan perimetr. Xo'p, keyingisi. Mana bu tomon 8 ga teng. 8 ga obshe. Xo'p, bu tomon 3. 4 bo'ldiki, mana bu ham 4 ga teng bo'lib qoladi. Mana bu tomon 7 liga kelib chiqadi. Chunki teng kesmalarga ajratdik. Mana bu 3. Xo'p, mana bu yerni alfa desak, mana bu ham alfa ga teng bo'lib qoladi. Demak, mana bu yerni ham alfa desak, qandaydir bu ham alfa ga teng bo'lib qoladi. Endi mana bu tomon tengligida bu ham 7 ga teng. Hammasini yig'amiz demak. Perimetr 7 plus 7 plus 8. Bu necha teng? 22 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Xo'p, uchburchakda u ajratgan balandliklari, ikkita yon tomon teng bo'lganda balandliklari yig'indisi umumiy balandlikka teng bo'lib qoladi. Tushunarli? Umumiy balandlikka teng bo'lib qoladi. Ya'ni isbotini ko'rsa, mana bu tomonni qandaydir A desa, bu tomon bir-biriga tengmi? Mana bu ham A bo'ladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Uchburchak SABC. ABC. Uchburchak SABC. Nimaga teng? Uchburchak SDA plus xo'p, SDA ni yuzi, SDA ni yuzi plus SADC ga teng bo'ladi. ADC ga teng bo'ladi. Buni yozamiz endi. ADC teng bo'ladi. Endi uchburchakning balandligini yozaman. Bitta tarafi nimaga teng bo'lib qoladi? Xo'p, HB ko'paytirilgan A taqsim 2, buni yuzi, umumiy uchburchakning yuzi teng AH1 taqsim 2 plus AH2 taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi. Endi buni har birini A taqsim 2 ga ko'paytirsam, 2 taqsim A ga ko'paytirsam o'lib qoladi. Yozaman. HB A bilan A chiqardi, 2 bilan chiqib ketdi. H1 plus H2 ga teng bo'lib qoladi. Mana buni HB demak HC qilsam, mana shu holat o'z holiga qaytaveradi. Xo'p, demak, keyingisiga e'tibor qaratamiz. Xo'p, mana bu yer 6, bu 4 ekan. Demak, 6 4. Mana bu yerda bitta balandlik tortsak, balandlik ozroq xato ketdi. Mana bu yerga tortdik. Xo'p, demak, bu nechta teng bo'lib qoladi? Ikkalasining yig'indisi 10 ga teng bo'lib qoladi. 10 ga. Endi ikkita ajratgan kesmalarning yig'indisi umumiy tomonning uzunligiga teng, ya'ni 20 bo'ladi. 20 bo'lib qoladi. Tushunarli? Ajratgan kesmalarning uzunligiga teng. Xo'p, boshda ko'rgan ikkinchi qoidamiz bo'yicha. Xo'p, bu 150 gradus, bu 3, bu tomon 1. Endi bu 150 bo'lsa, mana bu bitta balandlik tortaman. Balandlik tortaman. Xo'p, mana bu tomon 30 gradusga teng. Bu tomon 30 ga teng. Xo'p, AB tomonimiz AC ga teng. Mana bu ikki tomonlarning tengligini bildiryapti. Endi bu 3, bu 1 bo'lsa, mana bu yer 4 ga teng. Endi 30 gradusga qarshidagi tomon 4 S ni topadigan bo'lsam, 4 ko'paytirilgan 2. Ya'ni 2 ga ko'paytirardim. Bu 8 ni beradi. Demak, mana bu yoq obshe 8 ga teng. Tushunarli? 8 ga teng.
Ha, xo'p, bu yerdan AC'ni so'ragan. AC menga 8 ni beradi. AC 8. Endi HB balandligim nimaga teng desa, HB balandligim 4 ga teng bo'lib qoladi. Mana bu 4 ga teng. Tushunarli? Mana bu ikkita kesmaning yig'indisi bitta tomonning yig'indisiga teng. HB mana balandlik 4 ga teng. Xo'p, uchinchisini ko'rsak, bitta balandlik tortamiz yana hozirgi qoida bo'yicha. Nima bilan? Ikkitasining yig'indisi 6. Endi qaraymiz. AB, AC 10. AB ham, AC ham 10. Endi 2 4. Mana bu yer 4 bo'lsa, qani 4 bo'lsa 10 umumiy. Demak, mana bu ikkitasining yig'indisi 8 mana bu tarafga teng bo'lib qoladi. Bu yoq 8. Bu yerga nechi qoldi? Endi 2 qoldi. Ya'ni ikkita kesmaning yig'indisi. Bu bilan buni. Endi 10 bo'ldimi? Mana bu tomon ham 10 ga teng. Ya'ni mana bu BC tomonni topishimiz kerak. Endi mana bu tomon x ga teng. Yozaman. Xo'p, 6 ning kvadrati plus 2 ning kvadrati teng bo'ladi x ning kvadratiga. Xo'p, hisoblasam 36 plus 4 nimaga teng bo'ladi? X ning kvadratiga. X kvadrat x teng ilzosida 40. Buni 2 ilzosida 10 deb olamiz. Tushunarli? 2 ilzosida 10 deb olamiz. Demak, ikkinchi va uchinchi qoida tushunarli bo'ldimi? Ikkinchi va uchinchi qoida tushunarli bo'ldimi? Demak, ikkinchi va uchinchi qoida tushunarlimi? Xo'p, keyingisi. Savol yo'q. 4-chi va 5-chi qoidaga qaraymiz. AB tomon AC ga teng bo'lsa, ikkita HB va HC balandliklari bir-biriga teng bo'ladi. Demak, isbot qanday? Mana bu tomon bu tomonga teng. Umumiy tomonni aytyapman, teng. Endi nima qilaman? Mana bu alfa, bu beta. Bu alfa, bu beta. Demak, mana bu yerda bitta kesishgan nuqtasi ham teng bo'lib qoladi. Mana shu nuqtadan kelib chiqadi. Xo'p, misolga qarasak, bu 2, bu tomon x. Mana bu yer 4 bo'lsa, mana bu yer ham 4 bo'ladi. Chunki ikkita tomonni bir-biriga teng dedik. Endi yozaman. 4 ning kvadrati plus 2 ning kvadrati teng x ning kvadratiga. Xo'p, 16 plus 4 teng x kvadratiga. X bu yerdan 2 ilzosida 5 chiqadi. Xo'p, keyingisi 4 ilzosida 2. Xo'p, mana bu yerdan bitta balandlik tortsak, mana bu yerdan bu 90 gradus asosida tushdi. Bu ham 4 ilzosida 2 ga teng bo'lib qoldi. Endi mana bu yer 45. Mana bu yer ham 45. Endi mana bu yer 45 bo'lsa, bu tomon ham 4 ilzosida 2 bo'ladi. Endi yozaman. X nimaga teng edi? 45 gradus burchak qarshi tomon ilzosida 2 marta katta. 4 ilzosiga ko'paytiramiz. Demak, bu 8 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Xo'p, bitta balandlik tortamiz bu yerdan ham. 90 gradus. Endi mana bu yer 30 bo'lgan, mana bu yer 15 bo'ladi. 15. Endi xo'p, bu yer 6 turibdi. Demak, mana bu yer x, mana bu tomon 45 ga teng bo'ladi. Mana bu yer ham 6 ga teng bo'lib qoladi. Yozaman. Demak, 6 bo'lsa, 3-chi tomon o'z-o'zidan 6 ilzosida 2 ga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi AB tomon AC ga teng va BH mana bu kesmaning uzunligi, BH kesmaning uzunligi KH minus KP ga teng. KP ga teng bo'ladi. Bunga teng bo'lar ekan. Xo'p, misollarga qarasak, DY 16 ga teng. DY mana bu kesma 16. DF 1 ga teng. DF 1 mana bu 1 ga teng. Demak, uzunligini topsak, x ni topsak 16 teng 1 plus x ga, ya'ni kaningiga. Bu yerdan x ni topsak 15 ga tengligi kelib chiqadi. Xo'p, keyingisiga ham dy 18 ga teng. Mana bu tomon opishi 18. Xo'p, bu 16. Demak, yozaman. 18 teng 16 plus x ga. X bu yerdan
2liga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi 3ni ko'rsak, xo'p, DYga teng bo'ladi. Xo'p, 4ta S plus YFga, ya'ni 4ta S plus YFga teng bo'ladi. Endi yozamiz. 6 plus Y plus 4. Bu bizga teng bo'ladi nimaga? Xo'p, X plus Y ga. Ya'ni mana bu bilan buning yig'indisiga teng bo'ladi. Endi hisoblab qo'yamiz. Bu yerdan y lar ketadi. Xo'p, 6 plus 4 teng x ga bo'lib qoladi. Bu yerdan x imiz o'nga tengligi kelib chiqadi. Xo'p, 4-chi va 5-chi qoida tushunarlimi? 4-chi va 5-chi qoida. Aziz menlar. Tak. Hop. Davom etamiz. Xo'p, 6 teng tomonli uchburchak 30 dan bo'lib balandlik tushganda mana bu balandligi h teng a ilzosti 3 taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi. Hisob qilamiz. Balandlik a ilzosti 3 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, misolni ko'rsak, xo'p, teng tomonli uchburchak berilgan. Xo'p, bu yoq 8, bu yer 4, bu yer x. Bu 4likdan mana bir 4 bo'lib qoladi. Endi mana bir 30, bu yer 60 bo'lib qoladi. 60. Endi BC AC ga teng. Chala, BC AC ga teng. Endi yozaman. X plus 4 nimaga teng? 4 plus 8 ga. X ni topsam 12 minus 4. Bu bizga 8 ga tengiga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi. Xo'p. Burchakdan ketamiz. Bu 90, buni topishimiz kerak. Ya'ni teng tomonli uchburchak. Bu yer 60. 60 bo'lgan keyin mana bu yer 30 bo'ladimi? 30. Mana bu yer 30 bo'lgandan keyin bu ham 30 ga teng bo'lib qoladi. Endi 10, mana bu yer 5. 30 ga qarsa bo'lgan 2 ta. Endi mana bu yer topishimiz kerak. Mana bu yer 2 bo'lsa, mana bu yer 30 ni qarshilab turgandan keyin mana bu tomon 4 ga tengligi kelib chiqadi. Yozaman. A teng bo'laman. Xo'p. 10 plus 4 minus teng bo'ladi bizga 14 ga. Ya'ni umumiy tomonning yig'indisini oldim. Endi x ni topsam 14 dan 5 ta ayirib qo'ysam, menga mana bu x'im kelib chiqadi. Demak, bu 9 ga teng. 9 ga teng. Xo'p, keyingisi. Xo'p, nima qilamiz? Bu 60, bu 60. Demak, mana bu yerdan bitta tortamiz. Mana bu uchburchak chizib olsam, mana bu bitta alohida. Mana bu tomon A. Bu tomon A ilzosti 3 bo'lib qolibdi. Mana bu yer 30, bu tomon 60. Xo'p. Tamamdek balandlik tushirsam, mana bu tarafga balandlik. Endi mana bu taraf 4 ilzosti 3 bo'lib qolibdi bu ham. Bu tomon nima bo'lib qolar ekan? 8 bo'lib qoladi. Bitta tomon 8. Bu tomon 2ligini berib qo'yganmiz. Endi yozaman. Umumiy tomon nimaga teng desa, 8, mana bu yer 8, bitta qismgacha balandlik xato tushdi. X'imiz 8 plus 2, ya'ni balandlik bilan bitta tomonning yig'indisiga teng. Mana bu yerda 2 bor. Mana bu yer 2. Xo'p, keyingisi. Xo'p, teng tomonli uchburchak berilgan. Keyingisiga. Xo'p, bu yer 60 burchakda, bu yer 60 bo'lgan, mana bu yer 30 bo'ladi. Endi qaraymiz. 30. Mana bu yer 4 bo'lsa, mana bu yer x ga teng, bu x minus 4 ga teng. X minus 4. Endi nima qilamiz?
Mana bu 30 ga nasib bo'lgan x minus 4 taqsim 2. Yozaman. X minus 4 taqsim 2 plus 11 nimaga teng? Bizga teng bo'ladi x ga. X minus 4 plus 22 teng 2 ta x ga. X bu yerdan 18 ga tengligi kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi teng yo'li uchburchak berilgan. Teng tomonli uchburchak topishimiz kerak. Xo'p, bu yer 30. Mana bu yer ham 30 ga teng. Bu bo'lsa 120 bo'ladi. Chunki 180 bo'lishi kerak. Mana bu yer 60. 60. Bu yer 7 bo'lsa, mana bu tomon ham 7 ga tenglik kelib chiqadi. Xo'p. Davom etamiz. Mana bu yer 4 ekan. Xo'p, bu ham 30 bo'ladi. Bu 4 bo'ligiga mana bu tomon 8 kelib chiqadi. Xo'p, bu 30 mana bu 60 bilan mana bu balandlik bo'lib tushgan bo'lib qoladi. Balandlik bo'lib. Xo'p, bu burchak ham 60. Endi yozamiz. X'im nimaga teng? X'im 8 plus 7 ga teng. Bu 15 bo'lib qoladi. 15. Bu yerda BDF B uchburchak BDF xo'p teng yo'lli uchburchak teng yo'lli teng yo'lli. Shuning uchun bu ham 7 ga teng bo'lib qoldi. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Xo'p, 2 ilzosti 3, mana bu yer 90, bu yer 30, mana bu yer 60. Endi bu 2 ilzosti 3 bo'lsa, mana bu tomon bizga necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Mana bu tomon bunga tengligida. Mana bu yer 2. 2. Bu tomon teng, bu ham 2. Mana bu tomon 4. Endi B'ni topishimiz kerak. B'yi. Mana bu yer 60. 4. B'yi bu tomonimiz BS plus CY ga teng bo'lib qoladi. Buni qo'shamiz. Ya'ni 4 plus 2 bizga 6 ga teng bo'lib qoladi tomon. Ya'ni o'sha bir boshdagi qoida bo'yicha ketyapmiz. Xo'p, keyingisi. Demak, oxirgisi bu yer 150, bu 60. Mana bu yerdan bitta burchak tortsak, balandlik tortdik, C tomon. Xo'p, bu 60 bo'ldiki, mana bu yer ham 60 bo'ladi. Xo'p, 60 120, mana bu yerga necha yetmayapti? Mana bu yer ham 60 yetmayapti. Demak, bu yer 9 bo'lsa, mana bu yer ham 9 ga teng. Endi mana bu yer x mi? Yozaman. Bu to'g'ri burchak bo'lib qoldi. X ning kvadrati teng bo'ldi 12 ning kvadrati plus 9 ning kvadratiga. Xo'p, bu 144 plus 81. Xo'p, bu ilzosida 225. Bundan ilzosidan 15 chiqadi. Xo'p, 6-qoida tushunarli bo'ldimi? 6. Oltinchi qoida. Olti bo'lgan bo'lsa, bu 7, 8 ga bir xil bo'lib qoladi. Balandliklari o'zi ajratgan kesmalarning yig'indisiga teng bo'lib qoladi. Xo'p. Demak, AC ni so'ragan, demak, nima qilamiz? Xo'p, 3-misol. 3ni ko'ramiz. Hozirgi qoidani aytdim. Hozirgi qoida bo'yicha aytdim. Mana bunday burchak chizilgan bo'lsa, 3 burchakning bitta qismini kesib olamiz. Ya'ni balandlik tushiraman. DCAP. Xo'p, mana bu turibdi. Tashqi tomondan tushirdik. Mana bu 3 burchak osib bo'ldi. Demak, mana bu 60 bilanmi? Mana bu 30. Mana bu 90 bo'lib qoldi.
90. Ya'ni tashqi taraf bo'lib qoldi. Endi mana bu yer 4 ildiz osti 3. Mana bu yer 4 ni Pifagor sonlaridan mana bu tomonning uzunligi 8 bo'lib qoladi. 8. Mana bu tomon 2. Agar mana aytdim, mana bu yer A bo'lsa, mana bu yer 4 ildiz osti 3 yo A ildiz osti 3 bo'ladi. Xo'p, mana bu tomon 60, mana bu yer 30ligidan. Tushunarli? 30. Endi nima qilaman? X ni topish uchun bular teng tomonlimi? Ikkita yon tomonlari teng. Teng oling. X teng deyman 8 plus 2 ni yarmisini qo'shib qo'yaman. Bu menga 50 ga kelib chiqadi. Endi tushunarlimi? Xo'p, demak aytdim, ABC teng yo'li uchburchak, tomonli uchburchakda balandliklari o'z ajratgan kesmalarining yig'indisiga teng bo'lib qoladi. Masalan, AC ni so'ragan nima qilamiz? Xo'p, qo'shib chiqamiz birinchi. 4 ildiz osti 3 plus 3 ildiz osti 3 plus ildiz osti 3. Hammasini qo'shib chiqsam 8 ildiz osti 3 hosil bo'ladi. Endi balandlik nimaga teng edi? A ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng edi. 8 ko'paygan ildiz osti 3 ko'paygan ildiz osti 3 taqsim 2. Bu ikki qisqarsa 4. 4 ni 3 ga ko'paytiramiz. Adashib ketdim. H teng dedik. A ildiz osti 3 taqsim 2. A ildiz osti 3 taqsim 2. Hozir menga 8 ildiz osti 3 chiqdi. 8 ildiz osti 3 teng. Xo'p, ko'paygan 2 mana bu yerda turibdi. A ildiz osti 3 ga. Ildiz osti 3 ta qisqarsa A'miz 16 ga tenglik kelib chiqadi. A'miz 16. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Keyingisi. Xo'p, demak balandlik borgan. Demak balandlik borgan bo'lsa mana bu yer 30. Mana bu yer 60. Endi bu yer 60ligidan mana bu yer 60 ga teng bo'lib qoladi. Endi 3 tomon mana bu yer 2. Bu 3 bo'lsa, mana bu yer ham 3 bo'ladi. Endi nima qilaman? H ayim 8 ga teng, mana aytib qo'yibdi. H 8 ga teng. Xo'p, bu 3, bu 30 bo'liki, mana bu yer nima bo'ladi? Ildiz osti 3 bo'ladi. 3 keyingi tomon ildiz osti 3. Endi H'im qotib qoldimi? A tomonim, X'im ildiz osti 3 A ga teng. Bu nimaga teng? 2 ildiz osti 2 X tomoni 2 ta mana bu tomonga teng, ya'ni ildiz osti 3 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi H tomon uzunligini topamiz. Har birini qo'shib chiqamiz. 5 plus 7 plus 3. Bu bizga 15 ga teng bo'ladi. Endi yozaman. A ildiz osti 3 taqsim 2 15 ga teng. Xo'p, A ildiz osti 3 30 bo'lsa, A ni topaman. 30 ildiz osti 3 taqsim ildiz osti 3 ko'paygan ildiz osti 3. Xo'p, 10 ildiz osti 3 bo'ladi bu. Endi uchburchakni yuzasini so'rabdi, demak S desam AH taqsim 2. Buni nima qilaman? 30 taqsim ildiz osti 3 deyman, ko'paytiraman 15 ga. Xo'p, bu ikki bo'ladi. Xo'p, qisqartirib yuborsam 75 ildiz osti 3 ga tengligi kelib chiqadi. Mana bu yer 30 taqsim ildiz osti 3 holicha turibdi. Xo'p, demak bu qoidani tushunarlimi? 8. 8-qoida tushunarlimi? Sakkizinchi qoida tushunarlimi? Demak, davom etamiz. Keyingisi ABC teng tomonli uchburchakda balandliklari teng bo'ladi va u ajratgan kesmalarining yig'indisiga teng bo'ladi. Xo'p. AC teng tomonli
Demak, teng tomonli uchburchak berilgan bo'lsa, uning balandligini topamiz, keyin balandlikdan tomonni keltirib chiqaramiz. Nima qilamiz? Har birini qo'shib chiqamiz. 4/3 plus 3/3 plus 5/3 o'ziga teng bo'ladi h ga. Qo'shib chiqsam 7 12/3 bu h ga teng. Endi balandlik a/3 taqsim 2 edi. Bu 12/3 ekan. Demak, 3 ga kelsa a tomon nech chiqadi? 12 ga tenglik kelib chiqadi. Xo'p, adashmadim o'zi. To'xta. Mana buni ayirib qo'yamiz. 9 minus 5. Mana shunday. Hozir. Ayirib qo'ygan edim tashqaridan. Qaraymiz, qaytadan ko'ramiz. Ya'ni yozaman. Ikkita tomonni balandligini qo'shaman, bittasini ayiraman. Ya'ni nima? H teng deyman. Xo'p, 4/3 plus 5/3 minus 3/3 deyman. Endi bu 9/3 bo'ladi. Minus 3/3. Bu 6/3 ga teng. Endi yozaman. Xo'p, 6/3 teng bo'ladi a/3 taqsim 2 ga. Ya'ni bu h ga. Xo'p, 3 ga ketsa a-imiz 12 ga tengligi kelib chiqadi. Xo'p, keyingisiga ham shu qoidani qo'llaymiz. Demak, 5/3 plus x minus 3/3 nimaga teng? 7/3 ga. Xo'p, buni hisoblab qo'ysam, x nima chiqadi? Xo'p, bu 2 qoladi. Ayirib olsam 5/3 ga tengligi kelib chiqadi. Xo'p, keyingisiga teng tomonli uchburchak bo'lsa, toping debdi. Xo'p, yaxshi. Nima qilamiz? Buni tortamiz. Keyin nima bo'lib qolamiz? Mana bir 60. Bu ham 60. Mana bu ham 60. Bu tenglik bo'lib qoldi. Endi mana bu bitta qanaydir burchak, bu ham teng. Mana buni ham davom ettirsak, bu ham teng. Demak, tomonim a ga teng. Mana bu b ga teng. Xo'p, option nima bo'ladi mana shu? Mana bu yerdan mana bu yergacha c bo'lib qoladi. Endi yozaman. Xo'p, mana burchagim ham 60. Endi nima qilishim kerak? H balandlik deyman. H balandlik. Xo'p, 4 ga 5 ni qo'shaman. Va 3 ni ayirib qo'yaman. Demak, bu bizga 9 minus 3 6 ga teng bo'ladi. Endi 6 ga teng. Yozaman. a/3 taqsim 2 nimaga teng? 6 ga. A teng 12 taqsim 3. Bu bo'ladi 4/3. Ya'ni 4/3 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Xo'p, demak, tomonlari teng bo'lgan uchburchak berilgan. Xo'p, isboti mana bu 60, tengligida mana bu 60. Shunday. Mana bu ham 60 gradus. Endi nima qilaman? Mana bu a, bu yer b bo'lsa, mana bu tomon ham a, bu ham a ga teng bo'ladi. Chunki bu ham teng. Endi bu ham b bo'ladi, mana bu tomon ham a bo'ladi. Bu opshi b, bu b bo'lsa a plus b ga, bu tomon ham a plus b ga teng bo'lib qoladi. Demak, isbotlanishi mana shu shaklda bo'ladi. Demak, birinchi misolimizga e'tibor qaratamiz. Ikkita kesma ajratilgan 4 va x. Mana bu tomon 4, bu tomon ham x ga teng bo'ladi. Demak, ABC 36 ga teng bo'lsa, perimetr bo'ladi bu. 3 ta a'im 36 ga teng. A bu yerda necha bo'ladi? 12. Endi yozaman. 4 plus x 12 ga teng bo'lsa, x bu yerdan 8 ga kelib chiqadi. X 8 ga teng. Xo'p, ikkinchi misolni ko'ramiz. Mana bu yer opshiga 12 mana tomon, opshi a'si 12. H nimaga teng? H teng deyman. X ga 2x ni qo'shaman. 3x. Shunday, 3x. Xo'p. Uchta x teng, mana bu yerni 6/3 deymiz. 3 bo'ldi tomon. Endi hashim
A ildizosi 3 taqsim 2. A ildizosi 3 taqsim 2. A tomoni nima demak 12. Bu bizga 6 ildizosi 3 berdi. Endi 3 ni 6 ildizosi 3 ga tenglayman. Xo'p, x bu yerdan 2 ildizosi 3 ga kelib chiqadi. Demak, ko'rgan qoidalarimiz tushunarlimi? 9 bilan 10. 9 bilan 10-qoida tushunarlimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa yozib qoldiringlar. Dars videosini sizga tashlab beraman. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Demak, savollar bo'lmasa, hammaga rahmat.